Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan while va do while'larni ko'rib chiqamiz va bularning ikkalasidan bir-biridan farqlarini va oldingi dars o'tganimiz forni ham bular bilan farqlarini ko'rib solishtirib chiqamiz. Bular ham shu bizga juda ham katta yordam beradi. Endi oldin forni takrorlab o'tadigan bo'lsak, buning uchun albatta C++ni tanlaymiz va biza hozir C++ o'tayotganimiz uchun keyin ishlashda davom qilsak bo'ladi. Forni boshida takrorlab olamiz deb aytib o'tdim. Buning uchun biza boshida for deb yozib olamiz, keyin ichida int deb e'lon qilib ketsak bo'ladi. Int i teng masalan yoki i teng 5 yoki 1 xohlagan sonimizni e'lon qilib ketsak bo'ladi. 0 deymiz va nuqta virgul qo'yib i 10 dan kichik bo'lsin deb keyin i++ qilib qo'yamiz va printf qilib i'ni ekrandan chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi va nuqta virgulni qo'yish esdan chiqmasin. i++ deb va qovusli figura ochib olib keyin printf qilib ekrandan chiqarib qo'yamiz. Ana printf qilib i'ni ekrandan chiqaramiz va run qilgandan keyin albatta konsolda javobi chiqadi. Buni bilasizlar, buni aytib o'tishim shart emas. Foizli orqali berib ketamiz buni. Sababi dada berganimiz uchun. Endi esa i deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizada hozir 0 dan boshlab 10 gacha sonlarni chiqarib beradi. Mana buni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. Xohlasak 5 qilib qo'ysak bo'ladi, xohlasak 1 qilib qo'ysak bo'ladi. Mana 1 dan 5 gacha ham qilib qo'ydik. Endi do va while'ni keyingi darsda tushuntirib beraman va men bu video uzun bo'lib ketmasligi uchun